Endi uyingizda shipir yo'q bo'lsa, boshingizga kardon qo'yib turib, kardon qo'yishni vaqti o'tdi do'stlar. Buni o'rniga mana sizlarga yangilik do'stlar, akalarimizga o'xshab qiynalmaysizlar. Bu kardonimiz yomg'irda egiladi, bukiladi, optoda qizi ketyaptimi? Mana sizga yechimi do'stlar. Buklanaveradi ham, mana shunaqasiga olib ketsangiz, eng qizig'i umuman trishina tushmaydigandan bo'ladi. Shunday holatda buklanadi, shunday holatda bitta qo'yib yuborsangiz, yana o'zini joyiga tushadi, trishina tushmaydi. 10 yildan 15 yilgacha garantiya berishyapti. Bu nima deganlarga, bu ya'ni Lexanimiz bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, 70% gacha quyoshli ultrabinafsha nurlardan saqlaydigandan bo'ladi. 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, 75 ming so'mdan boshlab u yoqqa ketaveradi. Bu narxlarning ichida do'stlar, yonida dakana ishlaysiz, saydini tilini bonus tariqasida qilib berishadi. Narxlar nimaga arzon sanang do'stlar, biz hozir vodiydagi Lexanda Optim dillerida turibmiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak do'stlar, Andijon Jahon bozoriga ketishdagi Optim Lexanda turibmiz. Zakaz berish akalarimiz nomerlari pastda turibdi. Bularda xolasangiz Qozog'iston, xolasangiz Almaty, xolasangiz Buxorodagi, xolasangiz Xitoydagi bor.